ketyapmiz. Xudo xolasa mana Denovdan chiqib ketyapman уже. Ketdik mana Xudo xolasa Toshkentga qarab. Avtobus shu dahshatli ekan. Oyoqlar cho'zilib ketsin. Gazinsaga ham yo'lashdim. Hozirroq damda olib kechki 3 ketamiz. Mana Toshkentga ham kelib olib, damlarni olib, bitta topshirgan odamimiz bor edi. Shu hujjatlari chiqqandi. Birga endi Xudo xolasa Xorvatiyaga ketamiz inshaalloh. Xolasa bugun kechga 3 ketamiz. Mana akamiz, Feruz akamiz. Feruz aka qayerdansiz? Samarqanddan. Feruz akamizni ham hujjatlarini topshirgandik. Aka necha oy deganda chiqdi приглашениyangiz? Ko'pchilikka qiziqda, endi topshirganlar bor, kutayotganlar bor. Noyabr oyida oxirida topshirgandik. Bayramlar sabab ko'proq cho'zilib ketdi deb o'ylayman. Yangi yildan keyin 11-mart kuni приглашение keldi. 16-mart kuni topshirdik. Keyin bir oylarda vizalar chiqdi topshirgandan keyin. Bir oyda 35 kunga yaqinroqda vizamiz chiqdi. Bugun nechinchi kilo? Bugun sanani ayting, kisloni ayting. 22-aprelda vizamiz chiqdi. Hozir Yo'q, bugungi sanani ayting, bugun kisloni ayting. Nasib bo'lsa 5-may kuni Xorvatiyaga 2026-yil. 2026. Hozir bugun kechki 3 ketamiz, soat kechki 5:30 bo'ldi. Toshkentga 5 qozondamiz. 10:30da Xudo xolasa Xorvatiyaga uchib ketamiz. Через Istanbul erta Xudo xolasa 6-may kuni obedlarda Xorvatiya vaqti bilan Xorvatiyada bo'lamiz inshaalloh. Shunaqa gaplar akalar, mana ko'pchilik akalar bir xil sabr etmayapti, topshirib qo'ygan odamlar ham bor-ku, yana menga yoki boshqaga bo'lsa ham kutish kerak. Bu kutiladi, chunki o'ziga yarasha kutiladi. Yangi qonun chiqadi yo boshqa zakon chiqadi. Samo собой cho'zilishi mumkin, lekin bu degani отказ bo'ldi degani emas. Hali hech eshitmadim приглашениyadan, bizdanaqadan приглашение отказ bo'lgan. Viza qandaydir отказ bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin приглашение Xudo xolasa keladi. Обязательно inshaalloh, chunki yaxshi firmalarga topshirilgan odamlarimizga ham to'g'risi vizalarni olib inshaalloh shu Feruz akamizga borib ishlash nasib qilsa. Mana Feruz akamizga nasib qildiki, birga o'tirib choy ichdik mana. Umrda meni hayotda ko'rmagan, endi ko'rib, choylar ichib, ovqatlanib, endi Xudo xolasa birga uchib bitta joyga boramiz. Bitta firmaga borib, joylashib, как положено. Bundan keyingi videolarda ham kutib qolinglar, Xudo xolasa. Bu yoqdagi jarayonlar, Xorvatiyadagi ishlar, nima yangilik, nima borini ko'rsatib, tushuntirib boraveraman akalar. Hujjat topshirgan, menga topshirgan barchaga omad tilayman. Inshaalloh kutib turinglar. Yangilik bo'ladi, обязательно. Mana o'zim boryapman, Xudo xolasa, ichkarisida bo'laman Xorvatiyada. Nima yangilik, nima gap so'z, hujjatlar nima bo'lyapti, ulardan ham boxabar bo'lib, o'zim nima yangilik bo'lsa, qo'yib videolar qilib ko'rsatib boraman. Hammaga rahmat, topshirganlar обязательно kutinglar akalar, inshaalloh yangilik. Ishoninglar, kutishinglarga yarasha anaqani olasizlar-da, chunki kutishinglarga arziydi. Vaqtdan prosta o'tib ketyapti-ku. Tasvirani zo'r qilib. Sonra registrasyonun boşlandı. Toshkentdan İstanbul, İstanbul Zagreb. Mana, Toshkent aeroportda mana. Yo'q,
Bunaqa gardenlar qilib qo'ygan ekan, o'z tepasiga ham chiqamiz. Shunaqa joylar qilgan, faqat registratsiyamiz ochilmadi. Yoqlarni ko'rsin. Tag yomon emas, mana yoz vaqtlari chiqib o'tirsa mana. Zo'r joylar qilib qo'yibdilar. Lekin yomon emas, Sanjar aka. Mana O'zbekiston havo yo'llari aeroportining ko'rinishi ekan. Mana ko'rinishda ikkita palasi tushib kelar ekanda. Shunaqa ekan. Nasib bo'lsa ozgina qoldi, uchib ketamiz. Nasib bo'lsa ozgina qoldi. Samolyotga ham chiqib uchib ketamiz. Через Istanbuldan keyin Xorvatiya Zagrebga. Primoy reys yo'q, ko'pchilik so'raydi. Primoy reys yo'qmi? Men Italiyaga borib, Italiyaga bor, Milandan bor, to'g'ridan-to'g'ri. Frankfurtdan bor, Germaniyadan. Lekin mana primoy reys yo'qligi uchun tranzit anaqa bo'ladi. Istanbul, Dubay, har xil, Qatar shunday bo'ladi. Shunaqa. Aytgandek, ham bitta narsa, kim qaysi davlat vizasini olgan bo'lsa, Yevropani, o'sha davlatga, imminda o'sha davlatga birinchi maslahat beraman, uchib borishdi. Boshqa davlatdan hech muammolar bo'lishi mumkin. ID kartasini olib bo'lganinglardan keyin boshqa davlatdan uchib ham o'tib borsanglar bo'ladi, shunday. Masalan, bilet narxi to'g'ri kelsa, masalan, qayerda boshqa davlatdan arzon chiqib qolsa, yo primoy ko'p qolsa, o'shani uchib borsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar akalar. Kuzatishda davom etinglar. Kimki menga hujjat topshirganlar bo'lsa yoki endi topshirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, xudo xohlasa yangiliklar bo'ladi, yangi vakansiyalar chiqadi. Kutish kerak, sabr qilish kerak. Mana shu akalarimiz ham qancha kutishdi. Oxiri rezultat bo'ldi. Inshaalloh sabr qilsanglar, nasib qilgan kun bo'ladi, o'sha vaqtda vizalarni olib, borib ishlab, yaxshi pullar topib qaytsa bo'ladi. Shunaqa. Kuzatib olinglar, xudo xohlasa nima ishlar qilaman, qayerlarda ishlaymiz, nimalar bo'ladi, imkon boricha video qilishga harakat qilaman, ko'rsatib boraman. Shunaqa gaplar akalar. Bizga oq yo'l tilaylar, sizlarga sog'lik. Hozir soat уже 6-may 2 bo'lyapti sahar. Asta samolyotga chiqamiz. Bo'lmasa endi uchamiz. Istanbul aeroportiga ham qo'ydik. Istanbul aeroportini hech adog'i yo'qda. Kelganlar biladi. Yuraveradi. Sal adashsangiz ketdingiz, yana boshqa tarafga qarab yurish kerak. Mana Istanbulga ham keldik. Mana 5 soatlar borda biz ketishimizga, uchib ketishimizga. Juda ham kattalikcha bor. Bu Istanbul aeroporti nihoyatda katta, nihoyatda. Bu yoqqa qarab ketgan, bu yoqqa taraf qarab ketgan. Ana o yo'lak bilinglar nima uchun? To'g'ri o'tishdan yurmasi kerak. Urib ketishi ham mumkin. Istanbul aeroporti uchganlar bilan juda ham katta. 70% ishlar ekan hali ham. Mana shu aylanasiga mana shu ichi bo'lib ketadi. Ichiga aylanib yuradi. Juda ham katta, juda ham gigantlik. Ana Zagreb 10:57. Hali ochilmagan ekan. Lekin Istanbul aeroportida odam вообще kam. Oldin tiqilib ketardi odam. Juda kam ekan. Sizlarga mana Istanbul aeroportiga keladigan, persatga qilib tranzit qiladiganlar uchun ma'lumot aytib qo'yaman. 2026-yildan boshlab tranzit kutish vaqti 12 soatdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, keyin yemak anaqa berar ekan, ovqat berar ekan. 12 soatdan kam bo'ladigan bo'lsa, bo'lmas ekan. Oldin 5 soatda beradi-da. 5 soatda aeroportdan. Turkish faqatgina Turkish havo yo'llari o'zlari Turkish havo yo'llarida uchsaylar. Hozir Turkishda uchamiz biz ham. Kutishimiz ham anaqa Turkishda kutib Yevropaga uchib ketishimiz kerak. 12 soat bo'lish kerak ekan deyapti. Shunaqa gaplar. Samolyotga qarab boryapmiz avtobus.
Biz mana xudo xolasa. Sayın yolcularımız, Türk Hava Yolları. Xarvat ekan keldi. Mana xudo xolasa Xarvat ekan keldik. Inshaalloh biz bagaj kutib turibman. Bizlarda olsak. Aeroportda kutish joyida Yevropa Xorvatiyada gul qo'yib qo'ygan, qaranglar. Narxlarni yozib, to'lab olib ketaverasizlar. Tayyorda mana. Kimdir kutib olaman deydi-ku. Gul esdan chiqqan bo'ladi yoki boshqa nima bilan kutib olsam bo'ladi deganda mana. Gul pullar tayyor qilib qo'ygan. Mana xudo xolasa kevam oldik. O'zim bilan birga qo'shib. Xorvatiyaga. Feruz akamiz ham keldi. Feruz aka qanday? Charchamadingizmi? Chetki. Qalay bo'ldi? Yetib keldik. Tamoshni o'tish qanday bo'ldi aka? Bironma so'radimi? Tamoshni hech narsa so'ramadi. Boshqa xotirmadi, ha? Boshqa hozir pasportni ham ko'rarkan, hech vahma joyi yo'q ekan. Esadan o'tib kelib oldik. Mana akamiz ham oxiri mana kelib oldi lekin. Feruz aka buyog'iga endi gazini bosib, shaxtam qadamlar bilan aka ishtiq urish kerak. Bo'ldi. Hammaga Feruz akadek kelish nasib qilsin. Topshirganlar, topshirmoqchi bo'lganlar faqat sabr, Xudodan so'rash kerak, sababini qilamiz, natija Allohdan. Mana men o'zim ham kelganman. Qanday bursam ekan mana bunday. Men ham shaqda ishonmaganlar uchun mana mana Xorvatiya bayrog'i. Bu mana tepadan ko'rinishi. Aeroport tepadan chiqib kelganda, bu yerdan uchib ketadigan zona pastdan anaqa joy. Mana aka. Xorvatiya Zagreb aeroporti. Shunda qarang. Hammaga kelish nasib qilsin. Kim niyat qilgan bo'lsa ham hujjatlar topshirgan bo'lsa, inshaalloh chiqadi. Hujjat topshirgan odamlar. Yana firmalar vakansiyalar bor. Xudo xolasa YouTubedan kuzatib olib qo'yib boraman yangiliklar. Yangiliklar YouTube kanaliga qo'yib boraman akalar. Ko'rasizlar. Mana joylar. Mana ketyapmiz. 160, 170 haydayapti. Radar yo'q. Yo'lni qaraylar bitta tiq etmaydi bu. Feruz aka ham orqada mana. Hammaga assalomu alaykum. Mana Xorvatiyaga ham tongimiz otdi. Xudoga shukr. Kevam oldik. Damlarni olib, bugun dokumentga уже mana bugun birinchi kun dokumentga уже olib ketadi. Men xullas nima demoqchiman? Yana ko'rsatib bermoqchiman. Qanday bo'ladi jarayon, nima bo'lyapti? Mana o'zi keyfni ichilib kelib yuraman. Prosta o'zim bilan bu safar yana noldan rakamiz hujjatini qilib, olib kelib, noldan ko'rsatib beraman jarayonlarni, nima ish bo'ladi. Endi ishxonaga ham qo'ysa, ruxsat bersa. Boshqa shaharga, menga ham qiziq. Boshqa shaharga keldik, boshqa joyga keldik, chekkaroq joyga keldik. Hozir ko'rsatib nima qilaman. Shu Zagreb tarafda, chekkaroq qishloqroq taraflarda. Chekka qishloq ko'rsanglar, vobshe chekka. Ko'plar turgisi ham kelmas kerak bu joylarga-da. Ichi siqilib. Hozir yomg'ir yog'ib bordi. Ish soat 7 dan, soat 8 dan 5 gacha ekan. Hozir atroflarda, kvartirani, xonalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Bugun al politsiyaga olib boramiz degan hujjatga, hujjat masalasiga. Aytgandek, sudlanmaganlik spravka chiqartirasizlar-ku, apostol qildiriladi. Shu O'zbekistonda приглашение uchun. U apostolning original nusxasi elektronisi приглашение topshiriladi. Приглашение chiqib, vizalarni olib kelib olganingizdan keyin original nusxasini o'zingiz bilan olib kelishingiz kerak. Albatta so'rovga o'tmagan holatda, so'rovga 3 oymi bo'ladi. Yangilatib, o'sha hujjat bilan siz topshirasiz. Original nusxa bilan ID kartaga Xorvatiya politsiyasi topshiriladi. Shunaqa joylar mana. Sizlarga o'z ko'rsataman bu tarafda. Mana aka, bizning qishloqcha. Havo toza lekin mazza. Hamma tomon yashnab ketgan. Mana o'sha hozir qaysi oy? Aprel, may. May 7-maymi? Shunday. Mana aka, buyog'i tupik, oxirgi uylar mana shu. Uyni ko'rinishi mana shunday holatda, xullas. Mana shunaqa uy. Shunaqa ko'rinishda uy. Tashqarilar sal buyog'i yurib ko'rsak, yomg'ir yog'yapti-yu. Mana shunaqa uy. Mana joy, garaj. Xullas. Xonaga kirib ketamiz. Kvartiramiz, rabochiy nimalar. Xullas, bu xona juda ham ko'p xona. Bitta xonaga 2 kishidan turar ekan. Atakni spokойно turadi. Kuxnyalar ko'ryapsizlar sharoitda. Eng qizig'i bepul akalar, mana.
Bu yerda ko'za tovuq, idish tovuq, ovqat qilaman deyishga televizor, hamma narsalar bor. Bu yerda xona, bu yerda xona, xonalar, bu yerda ana bu dush. Bizniki, biz joylashgan xona 2-etajga, 2-qavatiga chiqasiz. 2-qavat. Mana bu yerda xona, mana qaranglar. Bitta xonada televizor, 2tadan kravat qo'yilgan. Bu xonalarda ham ochib ko'ray. Bu xonalarda ham mana kravatlar. Mana yerda yana bitta dush nima qilinayotgan ekan. Bir xil shu nimalar. Bu bizning xona, bardakroq. Ferzak qalay bo'lyapti? Zo'r. Xonalar qanday ekan xonalar aka? Chesni ayting. Xonalar top-toza. Zo'r, ha? 2 kishiga moslashtirib. Rossiyaga o'xshab Ha, Rossiyaga o'xshab. 15 kishi. Ha, unaqa ham hammaga bitta men yotibman, bu yerda Ferzak yotdi. Bu narsalarim bardakda yotdi shu. Bardak holatda ham ko'rsatay mayli dedim. Xil negativlar chiqib shunga ham yozishadi. Shunaqa gaplar akalar, mana shunaqa joylar, mana shunaqa xonalar, yotoqxonalar mana shunday. Bu yerdan 2-etajdan ham xullas mana televizorlar ham bor. Sharoitlar yaxshi, jichcha bu yo'g'ini qilib olish kerak bo'ldi endi. U yoq buyog'ini ham endi qilib bersa uyat bo'ladi. Endi ozginasini o'zimiz qilib olsak. Men telefonim jiringlayapti cho'ta. Hozir. Telefonim jiringlayapti ekan. Telefonimda WhatsApp bor. Shunaqa joylar akalar, shunaqa joylar. Nima desam bo'ladi yana? Sizlarga bir jichcha ko'rsatay dedim. Shunaqa. Bu yerdan balkon anaqasi, bu yerdan ham chiqib ketsa bo'ladi tashqariga qarab. Shunaqa. Akalar shu Xorvatiya mana shunday sharoitlar mana shunaqa qilib beradi. Borini ko'rsatdim. Stral kirmoshunlargacha bor. Hamma shart-sharoitlar qilib beradi. Eng qizig'i bepul. Faqatgina ishlash kerak, paxat qilish kerak. Endi to'g'ri, odam uyni sog'inadi boshqa. Men ham o'zim 6-7 oy Xorvatiyada bo'lmaganman. Shuna uyga o'rganib qopmanmi mana bunday o'zimizdan ham. Oilani sog'inadi, farzand sog'inadi, boshqa bo'ladi. Anaqa bo'ladi odam ichidan. Nima deydi? Sog'inch bo'ladi boshqa, lekin maqsad boshqa maqsadda kelingan bu yerda. Sog'inib o'tirishga emas, bu yerda ishlashga, yaxshi pul qilishga, qaytishga, tamom bo'ldi. Bir xillar plan qiladi, kamdan kam odamlar qolaman, garajdan olaman, birontasiga uylanaman, boshqa yo'q akalar, u maslahat bermayman u narsani. To'g'ri ishlash kerak, pul topa olasizlar, boshqa qilasizlar, lekin baribir investitsiya O'zbekistonga bo'ladi, bilasizlar. Ko'p musofirdagilar shunday, chunki oilasi, vatani, tug'ilib o'sgan joyi shunday. Hamma o'sha joyni baribir yaxshi ko'radi. To'g'ri, odamlari boshqacha bo'lishi mumkin, davlat yaxshi lekin. Odamlar qonun qoida boshqa deydi, mayli bu narsalarga biz aralashib yotmaymiz. Shu akalar, Alloh hammaga nasib qilsin, kim niyat qilgan bo'lsa, mana ertalabdan mana shu duo qilaman, mana shu yomg'irda ham duo qilaman. Mana shu yomg'irda ham duo qilsa deydi, osmon eshiklari ochiq bo'ladi. Inshaalloh duo qilamanki, mana shu hamma ko'rib turgan obunachilar. Kim niyat qilgan bo'lsa, kim yaxshi niyat, nima qalbidan niyat qilgan, o'ylagandan eng afzalga erishsin. Hujjat topshirgan odamlarimiz, menga topshirgan yo boshqaga, hammasi o'ylagandan ham ziyodiga yetsin. Mana shular kelib, ishlab, baraka topib, yaxshi ishlab yurmoqlik Alloh hammaga nasib qilsin, mana shu ko'rib turgan. Akalar, bitta like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar kuzatib boringlar. Politsiyaga hujjatga borsak, u jarayonlarni ham agar mumkin bo'lsa qo'yaman. Chunki men videoga olish har qadamda mumkin emas-da menda. Chunki xorvatlar yoqtirmaydi. Videoni, chunki bloger ham kam ichida sezgan bo'lsanglar. Shuning uchun Xorvatiya unda yoritilmagan. Sezgan bo'lsanglar, bilsanglar kerak. Shuning uchun videoga olishni yoqtirmaydi, videoga tushishni yoqtirmaydi, rasmga tushishni yoqtirmaydi. Ishxonada ham даже soatiga to'lagandan keyin siz videoga olib boshqa o'tirish ham bunday jichcha yaxshi holat emas-da, shunaqa. Bir kun ishga boraylik, xudo xolasa erta ishga boraylik, ishni ko'ramiz. Undan keyin agar yengilroq bo'lsa vaziyati video olishga harakat qilaman. Chunki ko'rib turgan obunachilarga, meni odamlar qiziq bu narsalar. Qanaqa ish bo'ladi, nima qo'yadi. Shunaqa gaplar akalar. Joninglar sog' bo'lsin, sog'lom bo'linglar, kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga nasib qilsin inshaalloh. Mana shu menga hujjat topshirganlar ham, boshqalar ham kutinglar, inshaalloh yangilik bo'ladi hammaga. Sog' salomat bo'linglar. Shunaqa gaplar. Farruh, nima qilyapsiz? Aka, musofirchilik shuda endi aka. Mana kelganimizdan ko'pchilik o'ylaydi, sen mazzaq yurasan, zo'r joylarga yurasan deb. Mana kelgandan keyin sharoit qilish kerak, odam o'ziga o'zi endi xizmat qilish kerak. Tayyor hech kim hech narsa qilib bermaydi. To'g'ri, bepul beradi, lekin hammasidan o'zingiz to'g'lanasiz, o'zingiz to'g'laysiz. Artib, tozalab,
xonalarimiz to'g'rilab, endi kiyimlarni ilamiz. Hali ishxonaga borsak, bu yerdan ko'rsatamiz. Hozir bizni politsiyaga olib boradi, dokumentga topshiramiz, dokumentlar hammasini topshirib, davlasi ertadan ishga. Agar ishda ham imkoni bo'lsa, video qilib buni ham qo'yib qo'yaman. Kuzatishda davom etinglar akalar, o'ylamanglar, bu mazax yurtdi boshqa. Ishlaydi hamma, shunaqa. Dedi, hamma ishlaydi deng. Shunday, otasini uyi emas. Bo'ldimi? Bo'ldi. Hozir kiyim olib qo'yayapman. Ko'ryapmiz razmizlarni. Menga kattalik qildi, 42 so'ra, 41 so'rayapman. 42 kattalik. Ketyapmiz. Mana hozir politsiyaxonadan chiqdik, hujjatlarni topshirib bo'ldik. Nihoyat. Endi 3 haftaga tayyor bo'layotgan aytib karta. Topshirdik. Nasib bo'lsa ham tayyor bo'lib qoladi. ID karta. Konzum degan market keldik. Dokumentlar topshirib chiqib. Mana dokumentlarga ham topshirib keldik, borib. Produktlar ham qilib keldik. Mana Samarqand noni. Feruz akamiz Samarqanddan, Samarqandskiy nonlar ham bor. Bay. Bu nonlarni mana qadriga yetadi odam, bu yoqqa kelgan odam bor-ku. O'zimizda yurgan odam qadriga yetmaydi masalan. Qozonlar oldik. Nega? Yo'qotlar boshlayapti. Feruz akamiz ham power ekan. Borib keldik xullas. Dokument topshirib keldik. Aytgandek keyin bir ikkita obyektga olib bordi. Yodimda o'zbek akalar ishlayotgan ekan. Endi yangi kelganda to'g'ri tushunish kerak. Ular ham tilni bilmaydi, boshqani bilmaydi. Xorvatlar bilan ishlayapti. Xorvatlar so'rayapti, nima ishni biladi, boshqa anaqa. Ko'plari unchalik ishni bilmaydi. Bunday master bo'lsa ham bari sus bosadi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun akalar ishni yaxshi o'rganib keldi. Bitta ish bilan ham anaqa o'tmaydi, masterliklar bilan ham. Til o'sha davlatga boryapsiz, o'sha davlat tilini o'rganing. Siz kelib olib mana yoqqa derski gurung qilib nima qilganingiz bilan bular prosta ishdan bo'shatadi, urmaydi, so'kmaydi. Bo'ldi, prosta o'zingiz sarson bo'lib qolganingiz qoladi, shunday. Shuning uchun bordim, ustida bo'ldim, o'zim bir videoga olay dedim, bir nito holatda, uni videoga olib bo'lmaydi, boshqa qilmamda. Demoqchiman, u video nima uchun o'rnak bo'lsin odamlar, kelayotgan odamlarga. Borib olsam bo'ldi, yoraman, yirtaman degan odamlar joyi emas-da. Kelib olgandan keyin mana ish ko'rsatish kerak. Ishni ko'rsata olmasangiz ham hatta til bilishingiz kerak. Tilni bilmayapsiz, bo'ldi, u siz hech narsa qila olmaysiz-da bu yoqqa. Shuning uchun yo ish bil, yo til bil deydi. Shuning uchun yaxshi o'rganib, yaxshi aniq qilib kelish kerak. Tilda ham o'z-o'z muloqot darajada bo'lsa ham o'rganib kelish kerak akalar. Shunaqa gaplar. To'g'ri, kamera ortib qo'yadi. Dokumentga ham bordik, topshirdik. Dokument topshirishga ham bir ikkita akalar qolib ketgan ekan. Nesudimniy spravkani mana apostolni original nusxasi kerak-da, ID kartaga topshirish uchun politsiyaga shu kelgan vaqtda. O'sha qog'oz qolib ketgan, ular pochta qilyapti, palon pulga xullas kechikib qolyapti-da. Shunaqa, o'sha qog'ozni обязательно kelsanglar, o'zingizlar bilan olib kelinglar. Politsiyaga ham hujjatlarni topshirib oldik. Mana endi 3 haftada tayyor bo'lar ekan. To'g'risi, bugun 7 bo'lsa, 28 oyda oxirlariga tayyor bo'lib qolar ekan. Hujjat ham. Shunaqa gaplar akalar. Videoga like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar kutib qolinglar, ya'ni yangiliklar bo'ladi. Shunday. Xorvatiyadagi mana yana bir marta o'zim ustida bo'lib, amin bo'lib, o'zim video qilib ko'rsatyapmanki, mana kelgandan qanday bo'ladi, nima ish bo'ladi, nima qo'yiladi, hammasini aytib tushuntirib boryapman akalar. Prosta videoga olish politsiyaxonada ham bo'lmadi imkoni, qurilish obyektga borib, ularda ham o'zbeklar ko'rsatishga imkon bo'lmadi-da, to'g'risi. Shunaqa. Keyingi videolar kutib qolinglar, xudo xolasa video qilib ko'rsatib boraman. Shunaqa gaplar, shunaqa joylar.